Har yangi qism bilan Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'grisi seriali tomoshabinlarni yanada kuchliroq o'ziga tortmoqda. 7 noyabr 2025-yil soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida 191-qism namoyish etiladi va voqealar chizigi eng keskin nuqtasiga chiqadi. Qahramonlar hayoti sinovlarga to'la, ishonch, muhabbat va taqdir bir-biriga chambarchas bog'langan. Serial ijodkorlari oddiy hayotiy voqealarni chuqur insoniy tuygular bilan uyg'unlashtirib, har bir qismini hissiyotga boy qiladi. Aktyorlarning ijrosi esa alohida tahsinga loyiq, ularning ko'zlarida, har bir ohangida dard va umid aks etadi. Tomoshabin ularning yonida yashayotgandek har bir og'riqni o'z yuragida his qiladi. Kamera ishi va musiqa tanlovi serialga o'ziga xos ruh bag'ishlaydi. Bu nafaqat muhabbat va iztirob haqidagi hikoya, balki samimiyat, ishonch va sabr qadriyatini eslatadi. Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'grisi, hayotning o'zi, unda o'g'riq va sinovlar orqali inson asl baxtni topadi.